Obzorimizda 2024-yil ishlab chiqarilgan zavodskiy propan eng full komplektatsiyadagi Kia Bongo bo'ladi. Mashinaning tashqi holatini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda, avariya bo'lmagan, but-butun. Pavrotlari mana bu bokovoyda joylashgan. Va ko'tarib tushiriladigan tentlari bor. Mana bunaqa sandiqchalari atsionkoy yaxshi holatda. Va eng muhimi, juda ham kerak bo'ladigani bu yuk mashinalarga mana bunaqa lift o'rnatilgan. 1 tonnagacha yukingizni ko'tarib bemalol tushirsa bo'ladi. Mashinaning narigi tomonini ko'rsatib o'taman. Narigi tomonda ham katta sandiqchasidan o'rnatilgan ekan. Keyin ko'rishingiz mumkin. Bu juda ham foyda beradi ba'zi bir vaziyatlarda. Mana bu esa mana bu liftini ko'tarib tushiradigan liftini miyasi hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek mashina yaxshi holatda. Endi salon qismiga o'tamiz. Salon qismiga o'tadigan bo'lsak, xo'p, aytib o'tganimda 2024-yil 8-oy berka, sariq salon. Juda ham chiroyli turadi sariq salon. Ko'rib turganingizdek chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Xo'p, cruise control bor, multi rul, avtomat korobka, avtomatik ochilib yopiladigan bokovoy, spiral rollari isiydi, sideniyalar isiydi, soviydi, klimat kontrol va media monitor, elektrichеский bokovoylar. Salonni qarang. Mana bu yerda qo'lingizni qo'yib ketishligingiz uchun yaxshi moslama o'rnatilgan ekan. Mana bu esa orqasidagi liftini ko'tarib tushiradigan apparat, pult. Mana bu esa zavoddan bergan narsalar. Hop, mashinaga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu Koreyadan O'zbekistonga 30 kundan 45 kun davomida yetkazib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, $17,500 CIP O'zbekiston yetkazib beramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu obzorimizda 2024-yil ishlab chiqarilgan zavodskiy propan eng full komplektatsiyadagi Kia Bongo bo'ladi. Mashinaning tashqi holatini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda, avariya bo'lmagan, but-butun. Pavrotlari mana bu bokovoyda joylashgan. Va ko'tarib tushiriladigan tentlari bor. Mana bunaqa sandiqchalari atsionkoy yaxshi holatda. Va eng muhimi, juda ham kerak bo'ladigani bu yuk mashinalarga mana bunaqa lift o'rnatilgan. 1 tonnagacha yukingizni ko'tarib bemalol tushirsa bo'ladi. Mashinaning narigi tomonini ko'rsatib o'taman. Narigi tomonda ham katta sandiqchasidan o'rnatilgan ekan. Keyin ko'rishingiz mumkin.